Bu O'zbekistondagi birodarlarimizdan kichik hadiya. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Alloh sizlarga sabr va ko'plab ajrlar ato etsin. Bu esa bizdan kichik hadiya. Kamchiligimiz uchun ma'zur tutasiz. Maryam, nega xafasiz? Qani jilmayingchi? Bu akalaringizdan kichik hadiya. Dadangizning shahidligini qabul qilsin. Kamchiligimiz uchun uzr. Saxovatli qo'llardagi birodarlarimizdan kichik hadiya. Yeringizni shahidlar qatorida qabul qilsin. Bilamiz, urush, ko'chish va xosatan Ramazon oyida oila boshisiz juda qiyin. Lekin payg'ambarimiz aytganlariday musibat kattaligiday uning ajri ham buyuk bo'ladi. Sizlar musibatlandingiz va Robbim sizlardan qabul qilsin. Sabr va ko'plab ajrlar ato etsin. Bu esa bizdan kichik hadiya. اعمل باي. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Mollarini Allohning yo'lida sarflaydiganlarning misoli xuddi bir dona donga o'xshaydi. Undan 7 boshoq o'sib chiqadi. Har bir boshoqda 100 tadan don bor va Alloh kimga xohlasa yana ko'paytirib beradi. Va Alloh qamrab oluvchi va biluvchi zotdir. Alloh taoloning fazli, so'ng siz aziz ehson egalarining saxiy qo'llab-quvvatlovi bilan bugun Hijriy 1447-yil Ramazon oyining 14-kunida Iffat loyihasi doirasida oila boshlig'ini yo'qotgan muhtoj oilalarga ushbu yordamlarni ulashmoqdamiz. Alloh taolodan so'raymizki, sizlarning yordamlaringiz davomli bo'lsin va G'azo ahlining boshidan bu og'ir kunlar ketmaguncha to'xtab qolmasin. Qilgan ihsonlaringiz uchun sizlarni yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Yana Allohdan so'raymizki, yaxshi ko'rgan insonlaringizga hech qanday yomonlik yetmasin. Bu saxovatli qo'llardagi birodarlarimizdan kichik hadiya. Alloh yo'lida bergan qurbonliklaringizni o'z dargohida qabul qilsin. Kamchilik uchun ma'zur tutasizlar. Ramazon oyi munosabati bilan saxovatli qo'llardagi birodarlarimizdan kichik hadiya. Alloh sizlardan qabul qilsin. Saxovatli qo'llardagi birodarlarimizdan kichik hadiya. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Kamchiligimiz uchun uzr. Alloh sizlardan qabul qilsin. Bilamiz, ushbu og'ir kunlarda oila boshi yo'qligi juda og'ir, lekin albatta musibat kattaligiday uning ajri ham buyuk bo'ladi. يتيم فقير وحولي جموع من الفقراء أعيش وحيدا شريدا طريدا غريبا مع الغرباء. Ramazon, rahmat, saxovat va mehr oyidir. Bu muborak oyda muhtojlarning holidan xabar olish, ayniqsa yetimlar va beva ayollarga yordam berish eng ulug' amallardan sanaladi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, qalbining qattiqligidan shikoyat qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Agar qalbing yumshashini istasang, miskinga taom yedir va yetimning boshini silagin. Yana Nabiy sallallohu alayhi va sallam marhamat qilganlar: Kim yetimning boshini rahm bilan silasa, Alloh taolo unga qo'li tekkan har bir soch miqdoricha yaxshilik yozadi. Har bir soch miqdoricha gunohlarini o'chiradi va darajasini ko'taradi. Mana shu muborak Ramazon oyida Iffat loyihasi doirasida G'azo sektorida urush sabab oila boshidan ayrilgan beva ayollar va yetim farzandlari bor oilalarga yordam ulashildi. Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida siz aziz ehson egalarining omonatlarini muhtoj oilalarga yetkazishda davom etmoqdamiz. Alloh taolo qilgan ihsonlaringizni qabul qilsin, molingizga baraka bersin va bu yaxshiliklaringizni savoblaringizga yozsin. رحلتم فحل عنائي
Saxovatli qo'llardagi birodarlarimizdan kichik hadya. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Kamchiligimiz uchun uzr. Alloh sizlardan qabul qilsin.